Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, aziz do'stlar. Bugun men sizga juda muhim va dolzarb mavzu haqida gapirmoqchiman. Bu ma'lumot ayniqsa hurmatli nafaqashorlarimiz uchun hayotiy ahamiyatga ega, lekin umuman olganda har bir fuqaroni, har bir oilani qiziqtirishi shart. Chunki bir maydan boshlab butun mamlakatimizda nafaqalar tizimiga oid qoidalarda katta o'zgarishlar kuchga kiradi. Bu o'zgarishlar sizning moliyaviy ahvolingizga, kelajakdagi farovonligingizga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, chunki bugun men sizga shu haqida barcha tafsilotlarni tushuntiraman. Hozirda yo'q kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va videoga like bosing. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Muammoning mohiyati, so'sh oldin qanday edi va endi nima o'zgaryapti? Bu savolga iloji boricha sodda va tushunarli tilda javob berishga harakat qilaman. Avvalambor shuni aytishim kerakki, bizning mamlakatimizda nafaqalar tizimi doimiy ravishda takomillashib bormoqda. Lekin hozirgi o'zgarishlar shunchaki kichik tuzatishlar emas, balki butun tizimga ta'sir qiluvchi jiddiy yangiliklardir. Oldingi tartibga qo'ra nafaqalarni indeksatsiya qilish, ya'ni ularni inflyatsiya va hayot darajasining o'zgarishiga moslashtirish asosan hukumatning markazlashgan qarorlari asosida amalga oshirilar edi. Bu odatda yiliga bir yoki ikki marta belgilangan foizda oshirilishini nazarda tutar edi. Masalan, yil davomida narxlar oshsa ham nafaqa miqdori faqatgina yil oxirida yoki keyingi yil boshida ma'lum bir foizga oshirilar edi. Bu esa ba'zi hollarda nafaqaxo'rlarimizning xarid qobiliyatining pasayishiga olib kelardi. Chunki narxlar oshishi nafaqaning oshishidan tezroq sodir bo'lishi mumkin edi. Shuningdek, nafaqaning eng kam miqdori va uning hisoblash tamoyillari ham o'ziga xos mezonlarga ega edi. Endi esa ilk maydan boshlab bir nechta muhim o'zgarishlar kuchga kiradi. Eng asosiysi shuki, nafaqalarni indeksatsiya qilish mexanizmi tubdan o'zgarmoqda. Birinchidan, endilikda nafaqalar avtomatik ravishda, yanada shaffof va adolatli usulda oshiriladi. Bu degani endi nafaqa miqdorini aniqlashda faqatgina markazlashtirilgan foiz emas, balki mamlakatdagi o'rtacha ish haqi dinamikasi va inflyatsiya darajasi ham e'tiborga olinadi. Ikkinchidan, ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha to'lovlar joriy etilmoqda. Uchinchidan, ba'zi hujjatlar va ma'lumotnomalarni rasmiylashtirish jarayonlari soddalashtirilib, raqamlashtiriladi. Asosiy o'zgarishlarning batafsil tahlili. Bu o'zgarishlarni bilishingiz shart, kimga tegishli va kimga tegishli emas. Keling, har birini alohida ko'rib chiqaylik. Birinchi o'zgarish, nafaqalarni indeksatsiya qilishning yangi tartibi. Oldin men aytganimdek, nafaqalar ko'pincha markazlashgan qaror asosida oshirilar edi. Endi esa itmaydan boshlab nafaqaxo'rlarimizning nafaqalari yiliga kamida 2 marta avtomatik ravishda oshiriladi. Bu oshirishda ikkita asosiy ko'rsatkich inobatga olinadi. Mamlakatdagi o'rtacha ish haqining o'sish sur'ati va iste'mol narxlari indeksining o'zgarishi, ya'ni inflyatsiya. Agar yil davomida o'rtacha ish haqi sezilarli darajada o'ssa, nafaqalar ham shunga mutanasib ravishda oshiriladi. Ammo bu oshirish ma'lum bir chegaradan oshmasligi kerak. Shuningdek, inflyatsiya darajasi ham nafaqa oshirishda albatta hisobga olinadi. Bu shuni anglatadiki, nafaqa miqdori endi inflyatsiya tufayli qadrsizlanmaydi, balki uning xarid qobiliyati saqlanib qoladi. Eng muhimi, har bir oshirishda nafaqaning eng kam miqdoridan past bo'lmagan kafolatlangan oshirish mexanizmi ham kiritilgan. Bu degani, hatto inflyatsiya yoki ish haqi o'sishi kam bo'lgan taqdirda ham yatandala tatmaman nima tatmindan nafaqaxo'rlar ma'lum bir minimal oshirishni oladi. Kimga tegishli bu yangi indeksatsiya tizimi barcha turdagi nafaqaxo'rlarga, ya'ni yoshga doir nafaqa oluvchilarga, nogironlik nafaqasi oluvchilarga, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilarga taalluqlidir. Hamma nafaqaxo'rlar o'z nafaqalarining avtomatik ravishda oshirilishini kutishlari mumkin. Kimga tegishli emas? Bu savolga javob berish biroz murakkabroq, chunki bu o'zgarishlar deyarli barcha nafaqaxo'rlarga tegishli. Faqatgina masalan harbiy nafaqaxo'rlar yoki maxsus xizmatlar pensiyalari uchun alohida qoidalar amal qilishi mumkin. Lekin umuman olganda oddiy fuqarolik nafaqaxo'rlariga bu o'zgarishlarning barchasi taalluqli bo'ladi. Endi bir nechta real misollar keltiraylik. Bor misol, dilorim aya chibjushdu yoshli nafaqaxo'r. U yoshga doir nafaqa oladi va uning hozirgi nafaqa miqdori matsnat vin so'm. Yangi qoidalar kuchga kirgandan so'ng may oyining boshida uning nafaqasi avtomatik ravishda qayta hisoblanadi. Faraz qilaylik, aprel oyida o'rtacha ish haqi 5% ga o'sgan va inflyatsiya darajasi 7.5% ni tashkil etgan. Avvalgi tizimda dilorom ayaning nafaqasi
ehtimol yil oksirigacha o'zgarmas edi yoki markazlashgan erta belgilangan 2% oshishi mumkin edi. Yangi tizimda esa uning nafaqasi avtomatik ravishda masalan 4% oshiriladi. Bu raqamlar taksminiy mexanizmga bog'liq. Demak, uning nafaqasi simbilanratu gebdi somdan mizvantendat shidilim viram somga aylanadi. Yilning ikkinchi yarmida masalan sentabr oyida yana bir indeksatsiya amalga oshirilishi mumkin va agar shu paytda o'rtacha ish haqi va inflyatsiya yana oshsa nafaqa yana oshiriladi. Bu dilorom ayaning xarid qobiliyatini sezilarli darajada saqlab qolishga yordam beradi. U endi narxlar o'zgarishidan unchalik qo'rqmaydi, chunki uning nafaqasi ham shunga moslashadi. Bu misol Nodira opa aspul yoshli duve guruh nogironligi bor nafaqa qisor. Uning hozirgi nafaqasi 4,5 so'm. Yangi qoidalarga ko'ra may oyidan boshlab uning nafaqasi ham avtomatik indeksatsiya qilinadi. Misol uchun davlat o'rtacha ish haqi o'sishiga bog'liq holda uning nafaqasini 10% ga oshirdi. Bu uning nafaqasini 750 so'mdan 770 mahsat so'mga aylantiradi. Bundan tashqari, agar u yolg'iz yashaydigan yoki qaramog'ida yordamga muhtoj kishilar bo'lgan nafaqaxo'rlar toifasiga kirsa, u ikkinchi o'zgarishdan ham foydalanishi mumkin bo'ladi. Bu uning umumiy daromadini sezilarli darajada oshiradi. Ikkinchi o'zgarish ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha to'lovlar. 1 maydan boshlab ayrim nafaqaxo'rlar toifasi uchun qo'shimcha oylik to'lovlar joriy etilmoqda. Bu to'lovlar asosan yolg'iz yashovchi qaramog'ida boshqa shaxslar bo'lmagan, sog'ligi yomon yoki nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun mo'ljallangan. Bu tashabbusning maqsadi jamiyatimizning eng zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, ularning hayot sifatini yaxshilash va ijtimoiy himoyasini kuchaytirish. Kimga tegishli? Bu to'lovlar quyidagi shaxslarga beriladi. Yolg'iz yashovchi va qaramog'ida hech kim bo'lmagan nafaqaxo'rlar, nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar, ayniqsa I va EDU guruh nogironlari. 75 yoshdan oshgan yolg'iz yashovchi nafaqaxo'rlar. Ba'zi hollarda sog'ligi tufayli doimiy parvarishga muhtoj bo'lgan nafaqaxo'rlar. Kimga tegishli emas? Agar nafaqaxo'rning qaramog'ida ishlash qobiliyatiga ega oila a'zolari bo'lsa yoki u yakka tartibda yashovchi bo'lmasa, ushbu qo'shimcha to'lov unga tegishli bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, qo'shimcha daromadi belgilangan chegaradan oshadigan nafaqaxo'rlar ham bu to'lovga da'vogar bo'lmaydi. Bu yerda asosiy mezon ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajasidir. Misol Muxlis Abuvi, aksining yoshli. U yolg'iz yashaydi. Farzandlari chet elda ishlashadi va u qaramog'ida hech kim yo'q. Uning hozirgi nafaqasi 1,000 so'm. Yangi qoidalarga ko'ra, u nafaqasining avtomatik indeksatsiyasidan tashqari yolg'iz yashaydigan 75 yoshdan oshgan nafaqaxo'rlar uchun mo'ljallangan qo'shimcha to'lovni ham oladi. Faraz qilaylik, bu qo'shimcha to'lov eng kam nafaqa miqdorining 20% miqdorida belgilandi. Masalan, 150 so'm. Demak, Muxlis Abuvi har oyda o'z nafaqasiga qo'shimcha 750 so'm oladi. Bu uning umumiy daromadini sezilarli darajada oshiradi va unga zarur dori-darmonlarni sotib olish yoki uy ro'zg'or ehtiyojlarini qondirish uchun qo'shimcha imkoniyat yaratadi. Uchinchi o'zgarish ba'zi hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonlarining raqamlashtirilishi. Bu o'zgarish nafaqaxo'rlarimiz uchun katta qulaylik yaratadi. Endi ba'zi ma'lumotnomalar, xususan nafaqa guvohnomasini yangilash ma'lum bir muddatga nafaqa haqida ma'lumot olish kabi amaliyotlar uchun pensiya jamg'armasi idoralariga borish shart bo'lmaydi. Bularning ko'pini endilikda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali YDXP orqali yoki maxsus mobil ilovalar yordamida onlayn tarzda amalga oshirish mumkin bo'ladi. Bu vaqtni tejaydi, navbatlarda turishdan xalos etadi va byurokratik to'siqlarni kamaytiradi. Kimga tegishli? Internetdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan mobil telefon yoki kompyuterda ishlay oladigan barcha nafaqaxo'rlar bu o'zgarishdan foydalanishlari mumkin. Kimga tegishli emas? Agar nafaqaxo'rning kompyuter savodqisonligi yetarli bo'lmasa yoki internetga kirish imkoniyati bo'lmasa, ular baribir an'anaviy usulda, ya'ni pensiya jamg'armasiga murojaat qilish orqali o'z hujjatlarini rasmiylashtirishlari mumkin. Biroq bu o'zgarishlarning maqsadi imkon qadar ko'proq qulaylik yaratishdir. Bu yerda shuni ta'kidlash kerakki, davlat tomonidan kompyuter savodqisonligini oshirish bo'yicha kurslar ham tashkil etilishi kutilmoqda. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday yangi qoidalarda bo'lgani kabi bu yerda ham ba'zi istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar va ba'zi noaniq nuanslar mavjud. Bir ishlaydigan nafaqaxo'rlar,
yangi indeksatsiya qoidalari asosan ishlamaydigan nafaqaxo'rlar uchun to'liq hajmda amal qiladi. Agar nafaqaxo'r ishlayotgan bo'lsa, uning nafaqasi ham oshiriladi, lekin bu oshirishning mexanizmi va miqdori biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda ishlaydigan nafaqa asqa شوبت كم كجل نفقة فقط معلوم بالقسم إندكسات سيالنا دي يقي بشقة فورمولا قائلني لدي Buning sababi ishlaydigan nafaqaxo'rning qo'shimcha daromadi borligidir. Shuning uchun agar siz ishlayotgan nafaqaxo'r bo'lsangiz, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zingizning aniq holatingizni tushuntirishingiz va nafaqangiz qanday indeksatsiya qilinishi haqida aniq ma'lumot olishingiz kerak. Bu joyda chalkashliklar kelib chiqmasligi uchun oldindan so'rab olish eng yaxshi yechim. Yolg'iz yashaydigan nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha to'lovlarni olish shartlari. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu to'lovlar yolg'iz yashovchilarga beriladi. Ammo yolg'iz yashovchi tushunchasiga aniqlik kiritish lozim. Ba'zan bir uyda bir nechta nafaqaxo'r yashashi mumkin, lekin ular bir-biriga qaramoqi bo'lmasa yoki hatamakit har biri alohida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa. Bu holatlarda har bir vaziyat individual ko'rib chiqiladi. Misol uchun bir uyda ikki nafaqaxo'r aka-uka yashasa, lekin ularning daromadlari va ehtiyojlari alohida bo'lsa, ularning har biri bu to'lovga da'vogar bo'lishi mumkin. Lekin agar bir oila tarkibida masalan nevara ishlash qobiliyatiga ega bo'lsa va buvisi bilan birga yashasa, bu buvi yolg'iz yashovchi hisoblanmasligi mumkin. Bu yerda pensiya jamg'armasining xodimlari sizning yashash sharoitingizni, oilangiz tarkibini va daromad manbalarini o'rnamdan o'rnamnadanam ganmok ganna endani be shikki chishlari kerak bo'ladi. Yana bir muhim nuqta, bu to'lovni olish uchun ma'lum bir arizani to'ldirish talab qilinishi mumkin, u avtomatik ravishda tayinlanmasligi mumkin. Raqamlashtirishning barcha uchun emasligi. Raqamlashtirish jarayonlari qanchalik qulay bo'lmasin, barcha nafaqaxo'rlar ham undan to'liq foydalana olmaydi. Ayniqsa qishloq joylarida yashovchi, internetdan foydalanish imkoniyati cheklangan yoki kompyuter savod sonligi past bo'lgan keksa yoshdagi fuqarolarimiz uchun bu qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun agar siz texnologiyalar bilan do'st bo'lmasangiz, savotir olmang. Siz baribir an'anaviy usulda, ya'ni pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga borib yoki ishonchli qarindoshlaringizdan yordam so'rab o'z ishlaringizni hal qilishingiz mumkin. Bu yerda shuni ham aytish kerakki, davlat xizmatlari markazlarida sizga bepul yordam ko'rsatilishi shart. Nafaqaning eng kam miqdoridagi o'zgarishlar. Yangi qoidalar bilan nafaqaning eng kam miqdori ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu ayniqsa juda kam nafaqa oladigan shaxslar uchun muhimdir. Agar sizning nafaqangiz belgilangan eng kam miqdordan past bo'lsa, u yangi qoidalar kuchga kirgach avtomatik ravishda eng kam miqdorga ko'tariladi. Bu kafolatlangan oshirish mexanizmining bir qismidir. Ma'lumotlarning yangilanishi. Ba'zi nafaqaxo'rlar uchun o'z shaxsiy ma'lumotlarini, masalan, yashash manzili, oilaviy ahvoli, pensiya jamg'armasida yangilash talab qilinishi mumkin. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan nafaqaxo'rlar yoki nogironlik holati o'zgargan shaxslar uchun bu juda muhim. Agar sizning ma'lumotlaringiz eskirgan bo'lsa, bu yangi to'lovlarni olishda kechikishlarga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun oldindan o'z ma'lumotlaringizni tekshirib olishni tavsiya qilaman. Amaliy maslahatlar, siz nima qilishingiz kerak? Endi eng muhim qismga keldik. Bu o'zgarishlar bilan bog'liq holda sizning aniq harakatlaringiz qanday bo'lishi kerak? Qadam-baqadam ko'rsatmalar beraman. 7 qadam ma'lumot to'plash va holatingizni aniqlash. Avvalo, siz o'zingizning holatingizni aniq bilib olishingiz kerak. Siz qaysi turdagi nafaqa olasiz? Ishlaysizmi yoki ishlamaysizmi? Yolg'iz yashaysizmi yoki oilangiz bilanmi? Sog'ligingiz qanday? Nogironligingiz bormi? Bu savollarga aniq javob topinganda umakitaba odalettim. Agar siz ishlamaydigan nafaqaxo'r bo'lsangiz, sizning nafaqangiz avtomatik ravishda indeksatsiya qilinishini kuting. Sizga hech qanday hujjat topshirish shart emas deganda. Gatachilin anomandeli tutchili. Agar siz ishlayotgan faqaxo'r bo'lsangiz, yuqorida aytib o'tganimdek, pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga murojaat qilib, o'zingizning nafaqangiz qanday hisoblanishi haqida aniq ma'lumot oling. Sizdan qo'shimcha ma'lumot talab qilinishi mumkin.
agar siz yo'lga iz yashovchi 75 yoshdan oshgan nogironligi bo'lgan yoki parvarishga muhtoj nafaqa shoir bo'lsangiz ikkinchi turdagi qo'shimcha to'lovga da'vogar bo'lishingiz mumkin. Duo qadam. Qayerga murojaat qilish kerak? Agar sizda biror savol tugilsa yoki qo'shimcha to'lov olishga da'vogar bo'lsangiz, quyidagi joylarga murojaat qilishingiz mumkin. Pendleton Ndijedetikinde Zidetinde Takta, Ombaktana, Yada Jidatriyet, Natshata Potfakatana. Mozabda ete pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. Bova bu eng asosiy manba. Sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasiga borib, shaxsiy holatingiz bo'yicha konsultatsiya olishingiz mumkin. U yerda sizga barcha o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumot beriladi va agar kerak bo'lsa, hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam beriladi. Davlat xizmatlari markazlari DXM. Bu markazlarda ham sizga pensiya jamg'armasi xizmatlari bo'yicha ma'lumot berishlari va ayrim xizmatlarni ko'rsatishlari mumkin. Agar siz ya DXP portalidan foydalana olmasangiz, DXM iqtisodimlari sizga onlayn arizalarni to'ldirishda amaliy yordam berishi mumkin. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz. Agar siz internetdan foydalana olsangiz, bu portal orqali ko'plab ma'lumotlarni olishingiz va ayrim arizalarni topshirishingiz mumkin. Bu ayniqsa nafaqa haqida ma'lumotnoma olish yoki ba'zi hujjatlarni yangilashda qulay. Uch qadam qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Garchi ko'pgina o'zgarishlar avtomatik bo'lsa-da, ba'zi hollarda sizdan qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin, ayniqsa yangi qo'shimcha to'lovlarni olishda. Bu hujjatlarga quyidagilar kirishi mumkin. Shaxsiy pasportingiz bu har doim kerak bo'ladigan asosiy hujjat. Usakilet anadi nafaqa guvohnomangiz hisoblanadi. Tabii sizning nafaqa oluvchi ekanligingizni tasdiqlovchi hujjat. Yolg'iz yashayotganingizni tasdiqlovchi hujjat agar kerak bo'lsa, bu ba'zi hollarda masalan mahalladan ma'lumotnoma yoki uy daftari nusxasi bo'lishi mumkin. Ba'zi ma'lumotlar avtomatik ravishda davlat bazasidan olinishi mumkin, lekin sizdan tasdiq so'rashlari mumkin. Nogironlikni tasdiqlovchi tibbiy ishlosa. Aşağıda azak a pap artot totatno jenozugi yob on totatne bama bo litan matang tom. Bu hujjat nogironlik guruhini tasdiqlaydi. Parvarishga muhtojligingizni tasdiqlovchi tibbiy ishlosa. Agar parvarishga muhtoj bo'lsangiz, bu ham shifokorlar tomonidan beriladigan ma'lumotnoma. Oilaviy ahvolingiz haqida ma'lumot agar talab qilinsa, sizning turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz haqidagi ma'lumotlar, bu hujjatlar ro'yxati sizning shaxsiy holatingizga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun avvalo pensiya jamg'armasiga telefon qilib yoki borib, aynan siz uchun qaysi hujjatlar kerakligini aniqlab olishni tavsiya etaman. Qadam. Qanday ariza yozish kerak? Agar sizdan ariza yozish talab qilinsa, masalan qo'shimcha to'lov olish uchun, pensiya jamg'armasi iqtisodimlari sizga blanka beradi va uni to'g'ri to'ldirishda yordam beradi. Odatda arizada quyidagi ma'lumotlar ko'rsatiladi. Bundano endi murojaat qilayotgan muassasa nomi, masalan O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi Toshkent shahar Chilonzor tumani bo'limi boshligiga. Sizning ish, yashash manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz. Murojaat sababi, masalan, yo'lga iz yashaydigan nafaqa shoirlarga qo'shimcha to'lov belgilashni so'rayman. Murojaat qilish sanasi va imzo. Hech qanday qo'shimcha yoki notanish so'zlarni ishlatishga harakat qilmang. Arizani iloji boricha sodda va tushunarli tilda yozing. Agar qiyinchilik tugilsa, iqtisodimlardan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga yordam berishga majbur. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz do'stlar, hurmatli nafaqa shoirlar. Bugun men sizga bermaydan kuchga kiradigan muhim o'zgarishlar haqida iloji boricha batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Xulosa qilib aytganda bu o'zgarishlar sizning nafaqangizni indeksatsiya qilish mexanizmini yaxshilaydi. Ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj nafaqa shoirlar uchun qo'shimcha moliyaviy yordam joriy etadi va davlat xizmatlaridan foydalanishni yanada qulaylashtiradi. Bu yangiliklar hayotingizda ijobiy o'zgarishlar olib kelishi shubhasiz.
Eng muhimi hushyor bo'ling, ma'lumotlardan boxabar bo'ling va agar kerak bo'lsa, o'zingizning huquqlaringizni himoya qilish uchun tegishli idoralarga murojaat qilishdan tortinmang. Umid qilamanki bu video siz uchun foydali bo'ldi. Agar bu mavzu bo'yicha savollaringiz bo'lsa, iltimos izohlarda yozib qoldiring. Men ularga javob berishga harakat qilaman. Shuningdek, bu videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu kabi muhim ma'lumotlarni o'z yaqinlaringizga ham ulashing, chunki bu har birimiz uchun muhim. E'tiboringiz uchun rahmat va sog' bo'ling.